Assalomu alaykum. Bugun men eng zo'r bonusli bir qurol modini o'tkazdim. Bu massiv janglarda ishlatiladigan zo'r bir mod. Qaytugashni aytaman. Faqat obuna bo'lsangiz bo'ldi. Menga obunalar kerak do'stlar. Nasib bo'lsa, masalan bir narsa aytay, men sizlarga oling hujjatlayman. Men sizlarga ko'rsatgan skinlar bor-ku. Mana 100 qiyofa tashkil qilingan qiyofalarim men o'qisam nima desam bo'lar ekan? Ko'rinmas ekan. Ko'rinmas ekan. Qo'shib qachalar qaydan ko'raman bilmayman. Ammo men bu videoni sifatli qilishga tayyor qilishman. Qani, let's go. Endi boshlayman. Xuday. O'qlarni olamiz. Karamel, maramel, oramel, bulg'anel, bo'ladi. Mana olishlar mumkin. Va bizda mana shuncha o'qlar bor. Va bizlar modda tushamiz va bu yerdan va biz banditlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda B2 bor. Do'stlar, figurani qarang. Figuramizdan figura. Orasidan o'q bo'lish kerak senlarga. Mana bu Xitoynikimi bilmayman. Deb qo'shaqlar. Va uni o'qlarni topasiz. O'qlari qaysi buni ye? Mana bu. Mana do'stlar. Bu tushadi portlaydi. Bu dushmanga yaxshi narsa. Короче, buni jonlari bor ekan. Bu portlash qiyin. Zirhdan qilingan. Nima balo? Man tushaman. Yo'q, yemam. O'lgan ekan, bitta ekan. Yemdan qasdiq yotibdi. Wow, mana sizlar men o'tgan narsalarni bomba bu yonib ketdi ekan. Mana. Men eng yoqtiradigan drondan chiqaman. Va mana bu Ukraina. Menimcha buni Rossiya ulab topgan. Qurolli Shimoliy Koreyani nimadan ulab topganlar, короче. Mana u dron. Uchyapti, o'taqni qaranglar. An ketyapti. Sal kechasi tevan qochish bo'lyapti, natijasida tevan o'tolmasa bo'ldi. Vat. Bomba bo'lib все. Endi sal uchish uchun sabun parvoz kerak ekan, lekin mana bu bomba tashlaydi, bu bo'ldi. Mana o'tyapti. Qaranglar. Mana do'stingiz bilan yaxshi PvP, ya'ni ikkinchi jahon urushi qilish uchun yaxshi imkoniyat. Do'stlar, yana sizlarga bir narsani aytaman. Men faqat o'zim yaxshi ko'rgan narsalarni aytyapman sizlarga. Undan keyin menga qaysi yoqlarda figuraligim dahshat. Do'stlar, mana shu ishlanishni bu odam bilmaydi, shuni aytib o'tib ketay. Xo'sh, mana bu siltiradi, mana suyakcha jildiradi. Yana bu dushmanni mana qo'lish uchun, tekis otish uchun, mana tepaga qarab otish uchun qilinadi. Buning o'qi mana bu bundaga o'qlanadi va o'tadi. Endi mana buni qarang. Men qilamiz. Bitta o'tadi. Mana do'stlar. Issiqda borib ko'raylik, qayerga urilib tushar ekan. Wow. O'qni qaranglar. Qayerga borib tushar ekan. Qani. Wow. Sho'dan shoqqichami. Ancha yengillik beradi PvP'ni qo'shilishimizga. Do'stlar, hammani faqat o'qlar tushar. Hamma vertolyot, samolyot, masalan, uchadi, o'qlar ham bor. Vertolyot ham bor, uchuvchining oladi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, 100 qiyofa haqida bergan. Mana xato chiqibdi. Meni umuman kechirmaylar. Buni
Men o'zim ham birinchi marta ko'ribman. Xo'sh, endi men yanagi videoda bu telefonda ular o'ynasangiz uzoqda masofadan o'ynayapsiz. Bittangiz, ya'ni nima desam bo'lar ekan? Bittangiz do'kongansiz, bittangiz ya'ni mana shu uyda bo'lsangiz, ya'ni qara, nima bo'lsa kerak deb ayta olmasangiz, ovozli xabar bor. Men ham qo'shib ketaman. Ya'ni o'zim yuklab olish kerak. Men o'rgatib ketaman. Video yoqqan bo'lsa va buni unutmang. Do'stlar, mana shu bitta bosib ketay. Mana shu qurilmani umuman yoqib qoladi. Bu stolni o'toradi, surib oldi. Ha, buni yasaydigan narsasi bor. Buni yasaydigan narsasi mana bu. Mana bu men yasaydigan narsasi. Keyin unutmoqchi bitta. Nimadir bor-da, shu nima bu, nimaligini bilmayman. Shu o'ylab bitmayman. Kerak narsadan video yoqqan bo'lsa like va obunalashishdan chiqmasin do'stlar. Xayr.